Mana zo'r qiziqarli informatsiya. Nike butsisi 1400 dirham, urganimizda $381. Mbappeniki ham xuddi shu $381. Endi Vini Juniorniki yangi chiqqani, bu ham xuddi shu. Mana bu ham oxirgisi. 1,5 ming. Ko'paytirsa $408, 5,2 ming bot mana bu butsi. Bizda 550 ming so'm. Tempo 1200 dirham, ko'paytirganimizda $326, 4,1 ming so'm bo'lar ekan. Mbappeni Sarakonoshkasi 500 dirham, ko'paytirsa $136, 1,740 ming so'm bo'lar mana shu. How much? 100. Mana ko'rdinglar, Liverpool formasini yozganini. Xohlagan shriftda yozaveryapti Nike original do'konida 100 dirham dedi. Bu degani hozir ko'paytiruvdik. Bu yerda $27 bo'lyapti. Bitta formaga yozib berishi. Chelseaning yangi mavsum formasi hozir bu yerda narxini qarang. Tepasini o'zi 500 dirham, tegi 275. Общий dollarga aylantirganda $210 bo'lyapti. Oyog'iga salkam $400. $600 ga shu komplektni olgan bo'larmidinglar. Endi Getri $20-30 qo'shib yuborasizlar. Mana sevimli jamoamning formasi, ustunizda xuddi shunaqa 500 dirham. Bu ham komplekti $210 ga tushar ekan. Mana bu chempionlarni obzor qilmasam bo'lmaydi. Hamma formani bizanikilar bir xil devormayman. Mana bu boshqacha, lekin narxi ham boshqacha ekan. Ustuni o'zi $210, pasti $108. Общий 300 dan baland bo'lyapti formaning narxi. Adidas do'koniga kirdik, Real Madrid oddiy formasining narxi $140 bo'lgan ekan, ustuni o'zi hozir skidkada $65. Bayern Myunxenning yangi formasi narxi mana shu $200 ekan. Eski mavsumlarniki arzon $100 bo'lyapti. Skidkada ekan hozir. Liga Chempionlar Kubogiga $200 bo'lgan ekan, hozir $100 skidkada ekan. Vinicius Junior yaxshi materialli formasi o'zi $230 bo'lgan ekan, hozir $130 ga tushdi narxi, teng baravariga. Adidas Predator narxi 1300 dirham, $353. Adidas F50 butsisi 1250 dirham ekan, ko'paytirganda $340 bo'lar ekan bitta butsi narxi. Mana sizlarga informatsiyani to'liq qilib berdik. O'zingizlar solishtirib olasizlar.